O'zbek estradasida o'zining o'zgacha uslubi bilan ajralib turadigan xonanda Bunyodbek Saidov ayni kunlarda poytaxtimizda o'zining konsert dasturini taqdim etmoqda. Konsertga tashrif buyurgan muxlislar san'atkorning eng mashhur qo'shiqlaridan tortib, yangi ijod namunalarigacha bo'lgan dasturdan zavq olishmoqda. Muxbirimiz Farangiz Karayeva jarayonlardan xabar qiladi. 2008-yildan beri o'z konsert dasturini Xalqlar do'stligi saroyida taqdim etib kelayotgan xonanda Bunyodbek Saidov bu gal 5 kun davomida o'z konsert dasturini muxlislarga havola etyapti. Konsert boshlanishidan avval odatdagidek xonanda bilan suhbatlashdik. Repetitsiyasi tayyorgarliksiz konsert boshlab olganmiz. Yo'lda, uyda, studiyada hayolan repetitsiyalar bo'lgan. Endi bu yoqda kamroq bo'lgan sabab biz hammamiz jamoamiz bilan Xorazmda yashaymiz. O'zi konsert qo'yishimdan maqsadlar 2 ta bo'ladi. Akam yo'q, opam yo'q, singlim yo'q. Men havas qilaman opasi, akasi, singlisi borlarga. Shu uchun akangizdan, opangizdan xabar oling. O'shan shu mavzuni ko'tardim. Sizlarga havas qiladigan odamlar bor, xafa bo'lmang jigaringizdan degan. Muxlislar yurtimizning turli hududlaridan kelishgan. Maza qilib dam olyapmiz. Dugonalar keldik men bilan hammamiz. Qo'shnilar. Bugungi konsertga men ota-onamni olib kelganman. Ona haqidagi qo'shiqlarni eshitib, ayol haqidagi qo'shiqlarni eshitib, to'lqinlanib, hattoki yig'lab, o'ynab kulib o'tiribmiz. Ota-onalarimiz bilan kelganmiz, farzandlarimiz bilan kelganmiz. Zo'r konsert.